Tekinga 10 ta mashina beramiz dedikmi, beramiz. Biz gapimizda turamiz. 10 ta mashinani yarim narxida berdik. 10 ta mashinani 1 yilga foizsiz berdik. Ana endi 10 ta mashinani tekinga beramiz. Yarmidan ko'pi уже tayyor. Tez kunda jonimiz omon bo'lib tursa 10 tasini topshiramiz. Xudoning xohishi va sizlarning ko'maginglar bilan O'zbekistonda birinchi bo'lib haqiqiy giveaway e'lon qildik. Va aslida haqiqiy giveaway qanaqa bo'lish kerakligini bilmaganlarga o'rgatdik. Boshqa blogerlar ham o'z obunachilariga 10 ta mashina bo'lmasa ham har holda qanaqadir sovg'alarni hech qanaqa shartlarsiz xolis berishni boshlagani, jamiyatga o'zimizni ijobiy ta'sirimizni o'tkazayotganimiz va o'rnak bo'layotganimiz bizani xursand qiladi. Va bu harakatlar oqibatida xalq foyda ko'rayotgani bizni yana ham rag'batlantiradi. Bloger o'z obunachilariga xolis hech qanaqa qo'shimcha shartlarsiz beradigan sovg'alar bu giveaway hisoblanadi. Agar sizga tog'amga, ammamga, xolamga va 45 ta qo'shnimga obuna bo'ling deb shart qo'ysam, bu giveaway emas, bu biznes bo'ladi. Bu haqiqiy giveaway. Bizda hech qanaqa homiylar yo'q. Biz hech kimdan pul yig'ib sizlarga mashina sovg'a qilmaymiz. Biz o'z yonimizdan sovg'a qilamiz. Eslatib o'taman, tanish bilishlarga va menga bering deb ochko'zlik qilganlarga berilmaydi. Hammasi haqqoniy, shaffoflik bilan o'tkaziladi. Eng arzon Instagram va Telegram sahifalariga va meni shaxsiy Instagram sahifamga obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Menga faqat obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Qo'shimcha hech qanaqa shartlar, homiylar mavjud emas. Ko'p ketib, kami qoldi. Tez kunda Telegram kanalimizda e'lon qilamiz. Bizga obuna bo'lib nafaqat 10 ta tekin mashinani bittasini yutib olishingiz mumkin, balki o'zingizga yoqqan uy-joy yoki mashinalarni oxirgi narxida sotib olishingiz mumkin. Hech narsa sotib olmagan taqdiringizda ham eng kamida narx-navolarni bilib turasiz. Moliyaviy savodxonligingiz oshib turadi. Aytganimdek, faqat foyda, zarar keltirmaydigan kanal.